Assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Stevjon. Bugun biz oddiy survival qilamiz. Yo do'stlar, spamni qaranglar. Xo'sh, bu daraxtni chopamiz. Xo'sh. Juda ajoyib buyumda paydo bo'libmiz. Xo'sh. Iltimos do'stlar, obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan. Xo'sh. Tezroq chopish kerak. Meni video chiqargim ham kelmay qolyapti. 16 ta video obunachi yo'q lekin. 2 ta obunachim bor. Obuna bo'lgani uchun rahmat ularga. Iltimos ham obuna bo'lib qo'ying. Shuncha harakat, mehnat. Iltimos do'stlar. Bitdan tezroq chiqishimiz kerak. Masalan, bu virus hamma joyga tarqab ketadi. Va bu daraxt kerak emas. Kettu deyapman. Hop, mana bu yerda beryuza bor ekan. Mana shunday. Sekin mana bu yerlar ham viruslanishni boshlagan. Virus yaqinda bu yerlarni ham qoplaydi. Shuning uchun uzoqroqqa ketish kerak. Ochiqlik bo'lsa shu yerlarga uy ham qurib yuboramiz agar. Xo'sh, o'zimga taxtadan kirka yasab oldim. Endi yer qaziymiz va toshdan aslahalarga harakat qilamiz. Biz divon ham topishimiz kerak. Kech tushyapti. Do'stlar, videolar uncha tez chiqqani yo'q. Uzr. 5-10 kundan keyin tezroq video chiqarishga harakat qilaman. Va'da ham beraman. 5-10 kundan keyin aniq 2 kunda bir video chiqadi. Buning uchun sizlar qo'llab-quvvatlashingizlar kerak. Yigirma kundan beri birorta obunachi kelgan yo'q. Iltimos do'stlar, obuna bo'lib like bosinglar. Videolarim like ham yoqqani yo'q. Ozgina prosmotr bo'lyapti. Iltimos do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ahvolda bo'lsa YouTubedan ketishi mumkin. Iltimos do'stlar, qo'llab-quvvatlanglar. Keyingi oy 20 taga chiqmasa YouTubedan ketaman. Buning uchun do'stlar like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu kanalning orqasidan meni ham kumush knopka olgim kelyapti. Iltimos do'stlar, podpishkada bo'linglar. Xo'sh. Biz bitta kema yasaymiz. Va buni shakar qaynatishga kelajakda kerak bo'ladi. Vaqtni to'liq qilamiz. Juda harom. Nega shuni yemaymiz? Ketdik. Tezroq yerdan ketish kerak. O, lava. Demak, bu yer tosh firma. Ishonmasangiz men. Bu yer tosh.
No, bizga qo'ylar kerak, lekin chiqmayapti. Bu ifloslar. Qishloq topilgandan keyin chiqsa kerak. Qishloq chiqsa yaxshi bo'lardi. Oziq-ovqatdan problema bo'lmasdi. Lekin chiqmayapti. Yo, bu tog'larni. Bu qismda 10 kun yashayman. Keyingi qismlarda qolgani chiqadi. Iltimos, like bosib obuna bo'linglar. Keyingi qism uchun hatto 10 ta like yoki 100 ta prosmotr yig'ib beringlar. Birorta videoyim 100 ta prosmotr yoqqani yo'q. Iltimos do'stlar, shuncha mehnatim uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Gilos daraxtlari bizga kerak emas. Ochiqlik, bu yerlarda qishloq bo'lish kerak. Bilmadim yana. Qishloq bo'lganda yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Monstrlar paydo bo'lishni boshladi. Va biz bu yerdan suramiz. Bu yerda monstrlar yo'q deb umid qilaman va chiqib ko'ramiz. Kripto bor ekan. Narsa qilmaydi. Bitta o'rgimchak bor ekan. Bu yerda temir ham bor ekan. Do'stlar, mana bu yerni ozgina yoritib oldim. Monstrlar paydo bo'lmasligi uchun bu yerda ko'rgan rudalarni olib chiqamiz. Hammasi bizga kerak. Iltimos do'stlar, bu kanalni tezroq ko'tarish kerak va sotib kuchliroq telefon yoki notebookni, kompyuterni olish kerak. Iltimos do'stlar, shuning uchun tezlashtirib obunachilarni yig'ib beringlar va Java versiyada videolar chiqa boshlaydi. Iltimos sizlardan. Hatto 10 mingta yig'ilsa kuchliroq telefon kelib qoladi uni puliga. Va yangi versiyalarda modlar bilan videolar chiqadi. O'sha yerda ham temir bor edi. Survival qilish uchun yaxshigina orolcha ekan. Haligi temir qayerga qoldi? O'zim olibman. Ishlarda bor edi. O'zim olibman. Xo'sh, endi bizga bitta pechka kerak. Yorug' tushgandan keyin videoni yoqaman. Uzr do'stlar, o'shandan keyin videoni yoqish esdan chiqibdi. Unchalik kuchayganim yo'q, shu fitbitlarni yasab. Mana bu narsalarni yig'dim xolos. Buning uchun uzr do'stlar. Bilmay qolibman. Ularni portaldan topib oldim. Endi village ko'rmagan ekanman. Qornim juda ochib ketibdi. Endi chiqardim videoni boshida chiqqanda yaxshi bo'lardi. Mayli. Mana bu qanaqa uy ko'rgan. Mana bu bizga kerak. Qo'lda sindirsa tushadimi bilmadim. Kerak. Juda kerak bo'ladi bizga. Village uylari menga ancha yoqmadi, shuning uchun o'zim village oldida uy quraman. Foydasi tegishi mumkin village. Boyadan shu village deyapman. O'zbekcha gapirish kerak. Qishloq bu qishloq. Mayli. Birorta yaxshiroq uy quraman. Egar yaxshi. Kerak emas.
endi uy qurilishini boshlasak ham bo'ladi. Uyni qayerga qursak bo'ladi? Shu villajni qishloqni o'rtalarida qursak bo'lar. Mana bu uy ham lekin chiroyli ekan. Menga yoqdi. Bu yeri kichkinaroq ekan, shuning uchun o'zimga boshqa uy quraman. Qayerdan qurishni bilmayapman. Qayerda qursam ekan? Bo'ldi, mana shu yerda quraman. 1, 2, 3, 4. Endi bizga kattaroq uy kerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu yoq 8. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15'te yetadi. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana shu yerini qurib qo'yib, bitta uxlab chiqamiz. Qishloq. Juvoningdan ber bitta. Bu yerda narsalar ham kerak bo'ladi. Xo'sh. Qayerda divon bor? Mana bu yerda hozir mana bu enakni uyg'otamiz. Basharasida ikkita sakrab, uyg'otib o'zimiz o'rniga o'tamiz. Lang, hali bor. Bu yerga chiqib. Mana bu yerda yana paketga voy, ko'pirlar qurtlayapti. Yana qurtlar. Xo'sh, bizda 30 ta loy bor. Lekin bu yerni yo'qdan yetmasa kerak. Mana bu yerdan zina qo'yadi. Mana bundoq qilamiz. Bizga mana bu yerdagi loyni bunisini uxlatamiz. Bundan so'qatib chiqib, mana bu yerni to'g'rilaymiz. Bu yerni va mana bu ana tekis bo'ldi. Mana bu yerda zina qo'yib ham bo'ldi. Lekin mana bu yer qolib ketdi. Shuning uchun boshqadan mana bu yerdan yer bermayman. Kirplarni menga uncha yoqmaydi. Hamma yerni dabdalasini chiqaradi. Nima kerak ularga shu? Ko'tini qisib, choyni ichib, uyda o'tirsa nima bo'ladi? Do'stlar, men 2012-yilman. Hashim uncha katta emas. Xo'sh, endi biz chala qolgan uyimizni bitirishimiz kerak. Onetda ham orol bor ekan. Yoki ana shu yerga quraylikmi? Kichikroq bo'lsa quramiz. Bu katta ekan. Haligi boshlab qo'ygan joyimizdan quramiz. Xo'sh. Bu daraxt yetarmikan?
Ben bo'lgan joyimdan biroz kavga bo'lgandi. Ko'chatini hammasini o'sha yerga ekib ketibman. Xo'sh, endi bilmadim nima bo'ladi. Do'stlar, orqa fondagi ovozlar uchun uzr. Hali bu daraxtlarni postini artishim kerak. Yetmay qoldi, men bu daraxtdan topib kelganimdan so'ng videoni yoqaman. Ko'chatidan ham olib qilaman bu safar. Do'stlar, men shuncha aylanib ichkaridan topolmadim. Yetan aldagan bo'laman, mana shuncha 39 ta ko'chat olib keldim. Va bularni men ekib chiqaman bu yerga. Bu yerni o'rmonga aylantiramiz. Bu yerga bo'lmaydi. Xo'sh, bu yerga. Xo'sh, do'stlar. Hammasini ekib chiqishimiz kerak. Chiroyli bo'ladi hamda o'zimizning oldimizdan bo'lsa yaxshidir. Bo'ldi, bu yerlarga o'tadi. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, 7-kun. Mana bu yerda gullar ham bor ekan. Ularni ham ishlatamiz hali. Shuna u yerga borib aslohalar yasab kelish kerak. Bu yerda kimni uyida bo'lishi mumkin. Hech kimda yo'q bo'lsa o'zimiz yasaymiz-da. Xo'sh, mana buni maydalaymiz. Va o'zimizga topor. Kirpa. Sword esa. Bunu olamiz. Mana bu yerga qo'yib, uyimizda uxlaymiz. Uyimiz katta edi. Daraxtlar o'sishni boshlabdi do'stlar. Bunaqa tez o'sadi deb o'ylamagandim. Xo'sh, bir tarafdan ishni boshlaymiz. Keyingi qism do'stlarim bilan yoki akam bilan chiqish mumkin. Shuning uchun yoki hatto 10 ta like bo'lmasa 100 ta prosmotr qilib beringlar. Bu videoni keyingi qismi aniq chiqadi. Va'da beraman chiqarishga. Iltimos do'stlar, obuna bo'lib like bosinglar. Endi qolgan joylarini taxta tosh bilan qilamiz. Pol toshdan bo'ladi, chunki menga yoqadi. Tomni esa taxtadan qilamiz. Creeper kelmasa bo'ldi. Anchani o'sha ovqatlanganimiz yo'q, ovqatlanamiz. Mazza, qanday mazza. Bu uyni tom va polini qurib bo'lgach videoni yoqaman. Video cho'zilib ketmaslik. Do'stlar, videolar nima haqida bo'lishini ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kim aytgan narsa ko'p like yoqsa, ana shu odam aytgan narsa haqida bo'ladi. Xo'sh. Daraxtni maydalab olamiz. Do'stlar, boya aytgandek kommentariyaga yozinglar. Kimniki ko'p like yoqsa, ana shu odam aytgan narsa haqida bo'ladi.
Do'stlar, tezlashimiz kerak. 10-kungacha bitirishimiz kerak. Endi lopata yasashimiz kerak. Bitirsak bo'lish kerak edi. Do'stlar, men shu o'zimizga o'rab luna qilib chiqmoqchiman. Yorug'da creeperlar kelmasligi uchun. Men shunda ancha xavfsiz bo'ladi deb o'ylayman. Mana bizga darlab turibdi. Mikrofondaagi ovozlarga ahamiyat bermaysizlar. Uzr. Uncha sokin joyda olayotganim yo'q videoni. O'zi bu video bo'lmasligi ham mumkin edi, lekin chiqyapti. Do'stlar, keyingi video quruvchilar jangi ikkinchi qism bo'lishi ham mumkin. Yoki mana shu videoni do'stim bilan yoki o'zimni Radnoy akam bilan o'ynayman. Degan bo'lsam hozirda Radnoy akam yo'q. No akam bor. Ammo lekin Radnoy emas. Hech narsa qilmaydi. Ana shu bilan video chiqishi mumkin. Shuning uchun tezlashtirib 100 ta prosmotrni yig'ib beringlar. Mikrofondagi ovozlar uchun uzr. Mana shu uyni polini qilib bo'lgandan so'ng videoni to'xtataman. Chunki cho'zilib ketyapti va o'zimni ham ishlarim bor. Keyingi qism uchun 10 ta like va 100 ta prosmotr. Yana bir savol do'stlar, videolar yangi versiyada bo'lsin yoki eski? Sizlar aytgan versiyada o'ynayman, yangi yoki eski. Ikkalasidan bittasini tanlasalaring bo'ldi. Do'stlar, birortasi bilan ulanib o'ynaganimda hozir bu uyni men qurib o'tirmasdim. Mayli. Kim bilan o'ynasam? Mana shu boshliq. Men aytgan narsani qilmasa, og'zini temir bilan yoraman. Yoki olmos bilan. Chunki menda olmos va temir bor. Temirim anchagina. 2 ta blok o'taman. Shu bilan meni xizmatimni qiladi. Yaxshi do'stlar, ko'proq tashlab olgan ekanman. Konda yurganimda ovozlarimda tashladim. Shu creeperlarga potlar nima bor ekan? Tinchgina uyda xotini bilan o'tirsa, nima bo'ladi bola chaqasi bilan? Bitta portlaydi, o'ziga ham ziyon, o'yinchiga ham ziyon, boshqa mobga ham. Do'stlar, kravatimni joyini o'zgartiramiz. Mana bu yerga qilamiz. Boshqani qo'yamiz. Va fakil yasaymiz. Bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga, bu yerga. Do'stlar, pol uchun tosh ishlatdimlar, juda chiroyli bo'ladi.
Kunimizning 9-si. 9-chi kun do'stlar. Do'stlar, mana Minecraftda 10 kun yashadik. 10-kundan boshlangan. Do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan o'sha men Stevejon bo'ldim. Keyingi video 10 ta like va 100 ta prosmotrdan keyin chiqadi. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shu videoni keyingi qismi chiqsinmi yoki boshqa nimadir haqidagi videomi? Kimni kommenti ko'p like yig'sa, ana shuni aytgani qilaman. Kommentariyada menga challenge ham berishingiz mumkin. Men uni shorts qilib chiqaraman. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.